Xo'sh, davom etamiz. Yana ustun qiladi. Bugungi adresga ham mebellarimizni olib kelib oldik. Yotoqxona to'plami o'qiganmiz. Samarqand Pastdarg'om jumadan keyingi mahallaga o'qiganmiz. Yotoqxona to'plami. Endi buni razmerlari, ranglari haqida bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib, iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin nima deydi? Klientlarimiz aytadi-da, kiyim ilsam, do'pini orqa tomoni ko'chib ketadi deb aytishadi-da. Endi ko'chib ketishida sabab mix siyrakroq, ya'ni kamroq qoqilgan bo'ladi, o'sha sababdan ko'chib ketadi. Mixni o'zi qoqilish uslubi bor mana. Ikkita yaqin, ikkita uzoq, ikkita yaqin, ikkita uzoq. Mana bunday shaklda qoqiladi o'zi aslida. Kiyim chiqib ketmaydi. O'shani nima deydi, uyga kelgan ustidan talab qo'yasizlarning ham bo'ladi. Noshka ko'plar so'ramay qo'ydi. O'sha noshka buni ham uyga kelgan ustidan bemalol talab qilib olsangiz bo'ladi. Mana shunday shaklda qoqilsa, kiyim ilingan holatda ham chiqib ketmaydi do'pisi. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi adresga o'qigan mebellarimizni ham tamomlab, egalariga topshirib ham oldik. Yotoqxona to'plami o'qiganmiz. Samarqand Pastdarg'om jumadan keyingi mahallaga o'qiganmiz. Endi mebel haqida qisqa qilib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mebel materialiga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Shkaf ichki holati klient xohishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ichki holatini klient xohlagandek qilib yasab bera olamiz. Aytib o'tganimizdek 240 yonbosh, 215 balandlik, kiyim sig'im razmeri 55 sm. Xo'sh, divan 210 ga 170 matras razmer, klient xohishiga qarab matraslik ham qilib beramiz. Hozir paralon holati stolchaning ustidagi bo'ladi. Paralon 4 sm lik mashalka bo'ladi. Xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Matrasda mebelni narxida $100 gacha raznisasi bo'ladi. Ortopedический uchun garantiyali matras $100 turadi. O'sha $100 raznisasi bo'ladi. Mana bosh qismini rangida, mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Xohlovchilar uchun menga boshqacha rangi kerak desa ham uni ham qilib bera olamiz. Aytib o'tganimizdek, mebel rangida tanlov bor. Tremosidan boshlasak, tremosi yonbosh razmer 140, balandlik 185, ikkita eshik, ikkita tortma. Mana bu ichki holati. O'rtalarida polkalari bor variantda. Tortma sig'im ancha keng ishlangan. Xo'sh, pastda bir sekretniy sipcha desak ham bo'ladi. Eshiklari 100% vakuumda. Oynalarga keladigan bo'lsak, oynaning chetki qismlari chaqlangan. Tremosni ham, shkafni ham o'rtadagi oynasi chaqlangan. Bu lishniy pul, ya'ni mebel sifatiga ancha chiroyli qilib qo'shiladi. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebel rangida tanlov bor, 20 xildan ziyod. Bizning adres so'raganlar, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bemalol bog'lanib, sexning o'ziga ham borib ko'rishingiz mumkin mebelni tayyor holatini. Mebel aytilgan narxda 150 kilometrgacha olib borib o'rnatish tekin bo'ladi. Qolgan kilometr, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarida ham olishadi. U tomonlarga yo'l kirasi uchun qo'shiladi faqat yo'l kirasi uchun qo'shiladi. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol biz bilan aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqacha mebellar ham bor. Bu yoqmadi desangiz, bizda 30 xildan ziyod sexning o'zida tayyor holatdagi mebel bor. Bemalol ko'rib, borib zakaz berishingiz mumkin.